Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salamu ala rasulillah, Muhammadi va ala alihi va sahbihi va mawalahu va ba'd. Alloh taoloning madadi bilan arab tili darslarimizning 15 sonini boshlaymiz va bu darsimizda Mabda'u qiroat kitobining 29-darslarini o'rganib chiqamiz. Matnni o'qib beraman. Ihtarim muallimaka washkurhu. Ihtarim muallimaka washkurhu. Ustozingni hurmat qil va unga rahmat ayt. Al-karimu mahbubun wal bakhilu baghidun. Al-karimu mahbubun wal bakhilu baghidun. Saxovatli kishi suyukli, baxil esa suyuksizdir. هذا الكتاب رخيص وهذا غال. هذا الكتاب رخيص وهذا غال. Bu kitob arzon, bu esa qimmat. هذا الرجل بخيل لا يحسن إلى الفقراء. هذا الرجل بخيل لا يحسن إلى الفقراء. Bu kishi baxildir, kambag'allarga ihson qilmaydi. التلميذ الكسلان لا يحبه أحد لا معلمه ولا أبواه ولا أقاربه. التلميذ الكسلان لا يحبه أحد لا معلمه ولا أبواه ولا أقاربه. Dangasa o'quvchini hech kim yaxshi ko'rmaydi. O'qituvchisi ham, ota-onasi ham, qarindoshlari ham. والتلميذ المجتهد يحبه كل الناس. والتلميذ المجتهد يحبه كل الناس. Tirishqoq o'quvchini esa barcha insonlar yaxshi ko'radi. Toshqandu baldatun kabiratun. Toshqandu baldatun kabiratun. Toshkent katta shahar. Al-Makkatu asimatul islami. Al-Makkatu asimatul islami. Makka islom poytaxtidir. ذهبنا أمس في الساعة الثالثة بعد الظهر إلى المحطة. فركب أبونا القطار ورجعنا نحن إلى البيت. ذهبنا أمس في الساعة الثالثة بعد الظهر إلى المحطة. فركب أبونا القطار ورجعنا نحن إلى البيت. Kecha soat 3da peshindan keyin vokzalga bordik. Otamiz poyezdga mindi, biz esa uyga qaytdik. Qaryatuna kabiratun. Qaryatuna kabiratun. Qishlog'imiz kattadir. Qaryatukum sag'iratun. Qaryatukum sag'iratun. Qishlog'ingiz kichkinadir. Mana qaryatunni oxirida qo'shimcha to'y tanis bo'lgani uchun u muannas, shuning uchun uni kesimlari ham kabiratun, sag'iratun shaklida muannas qilib keltirilyapti. Ishtag'il bidarsika faqat. Ishtag'il bidarsika faqat. Faqat darsing bilan shug'ullan, mashg'ul bo'l. هذا الكتاب غال يساوي 50 جنيها. هذا الكتاب غال يساوي 50 جنيها. Bu kitob qimmat, 50 junayh turadi. هذا جائع وهذا عطشان. هذا جائع وهذا عطشان. Bu och, bu esa chanqoq. التلميذ المؤدب يحترم معلمه ويشكره دائما. التلميذ المؤدب يحترم معلمه ويشكره دائما. Odobli o'quvchi ustozini hurmat qiladi va doimo unga rahmat aytadi. Zalika ar-rajulu karimun. Zalika ar-rajulu karimun. Ho, anavi kishi, ya'ni uzoqqa ishora qilib aytayapmiz. Zalika bilan ho, anavi kishi saxiydir. Haula'i aqaribi. Haula'i aqaribi. Ho, anavilar qarindoshlarimdir. Tilmizi yashkuruni kathiran. Tilmizi yashkuruni kathiran. O'quvchim ko'p menga rahmat aytadi. نذهب غدا صباحا إلى الغابة ونبقى فيه إلى المساء ثم نرجع إلى البيت.
نذهب غدا صباحا إلى الغابة ونبقى فيه إلى المساء ثم نرجع إلى البيت. Ertaga ertalab o'rmonga boramiz va u yerda kechgacha qolamiz, so'ng uyga qaytamiz. Mana bu yerda ertaga deb boshlangani uchun hozirgi zamon fe'li shaklida yozilgan fe'llarning barchasini kelasi zamonga o'girib tarjima qildik. Chunki arab tilida hozirgi va kelasi zamonni yozilishda bir-biridan ajratib turadigan alohida bir farqi yo'q. Mana shunday ertaga, indinga degan qo'shimchalar kelgan paytda bu fe'llarni kelasi zamon fe'liga o'girib tarjima qilamiz. Xo'p, shu bilan matnimiz nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.